Nodirboy, hormasinlar. Hormasinlar. Ovsin. Voy, Ovsin kechiring. voy Ovsin. Tinchlikmi, nima qilyapsiz? Yo'q, kechiring Ovsin. Turing. U men uchun juda qadrli edi. Uni hidlab, onamni hidlarini tuyardim. Ha, bo'pti. Kelin, bo'lar ish bo'ldi. Bervardim. Uni qaytarib olib bo'lmaydi-ku. Komilni olma omboriga dorini tashatib qo'yib, keyin meni otang sotgan. Seni qasosingni olish uchun menga tog'ang buyurgan edi. Baxtiyor aka salom yo'lladi senga. Muhlatam bityapti dedi. Qachon pulni qaytarasan? 1 so'm ham qaytarganing yo'q-ku. Anavi qassob Nodir bor-ku. Uni xotini bir paytlar juda rashkchi bo'lgan. Biz o'sha rashkni qayta uyg'otamiz. Robiya, eshitdim. Ammam Adolat opani oldida seni kamsitibdi, ha? Kamsitibdi, eshitdim. Bitta qarorga keldim, Robiya. Ammam bilan jiddiy gaplashaman. Yo'q, Komil aka, kerak emas. Ammam yoshlari ulug'. Izzat talabli. Agar hozir siz tanbeh beradigan bo'lsangiz, yuraklarga olishlari mumkin. Keyin nima bo'ladi? Battar bo'ladi. Komil aka, siz menga ishoning. Menga og'ir emas. Yo, endi 5 ketaman sabringga. 5 ketaman. Lekin hamma narsaning chegarasi bor-ku. Ko'rib turibman. Ammam seni xizmatkor qilib olganlar. Robi, yaxshi emas-da. Sabr mevasi achchiq bo'ladi, Komil aka. Lekin mevani kutish kerak. Shoshilmaslik kerak. Agar shoshiladigan bo'lsak, mevani xom uzishimiz mumkin. Ammo jonni ham ishlarida bir dardlari bor. Buni sezib turibman. G'azab bilan emas, sabr bilan ularning ko'nglini topaman. Menga ishoning. Buncha fe'li keng ayolsan, ha? Asa uyaltirasan, ey? Uyaltirasan, ha? Sendan katta bo'lsam ham ko'p narsaga aqlim yetmaydi. O'shaning uchun sochingiz to'kilib ketgandi. Haddingni oshma. Hazillashdim. Oybek. Oybek dedim. Hozir. Tinchlikmi? Nimaga uygacha bostirib keldingiz? Ko'chada qorayni ko'rsatmaganingdan keyin kelaman-da uyingga. Aytilgan vaqt tugadi-yu, qancha bo'lib ketdi? Aka, Ogohlantirgandim-ku o'tgan safar. qilib beraman aka. Qochib ketmayapman-ku. Hozir sharoitim shunaqa bo'lib qoldi. Hay, Menga qara, qancha vaqt o'tdi orada? Tinchlikmi? Nima gap? Kelin bolam tinchlikmi? Nimaga baqir chaqir? O'g'lingiz o'zi yaxshi biladi nima gap so'z bo'layotganini. Xo'p. Tushuntirib gapiringlar, tinchlikmi? O'g'lingizni qarzi bor shefdan. Haligacha bergani yo'q. Bunga aytilgan muhlat ham tugadi. Bolam, yana ozgina muhlat beringlar. Beradi qarzinglarni. Bolam, iltimos. Mayli. Siz aytganingiz uchun ozgina muhlat beramiz. Rahmat, baraka toping. Keyin bizdan xafa bo'lmanglar. Nodir aka. Necha kundan beri kuzataman, ahvolingiz yaxshi emas, hayolingiz parishon.
Balki menga aytarsiz, yengil bo'larsiz. Hammasi yaxshi. Shunchaki ish ko'p. Biroz charchadim. O'tib ketadi bir ikki kunda. Aytmasangiz majbur qilmayman. Lekin esingizda bo'lsin. Har qanday tashvish bo'lsa ham yoningizdaman. Men oldingi Zarina emasman. Sizga ishonaman. Barakalla. Endi bor, o'zing uxlayver. Men Siz qachon kirasiz? Nodir aka, charchab qolyapsiz. Sizga achinayapman-da. hozir kiraman men ham. Bor uxlayver. Xavotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi. Sen bemalol kirib damingni ol. Bor oqa. Hop. Choyni ham o'zim quyamanmi deb o'ylagandim, ovsin. Oling olsin. Ha, ovsin. Tinchlikmi? A? Biron narsa bo'ldimi? Uyda hammasi yaxshi bo'lsa, bolalaringiz tinch. Mullakam bilan ham yarashdingiz. Nima bezovta qilyapti yana sizni? Ovsin. Uyda hammasi yaxshi. Lekin anu mahallaga chiqaman-ku. Yomonlashib boshlashadi. Hali tuhmatchi deb orqamdan gapirishyapti. To'g'ri, mayli, men loyiqman. Lekin sizni ham tinch qo'yishmayapti ular. O'g'ri deyishyapti sizni haligacha. Men qilgan gunohsiz nomingizga dog' tushirdi. Mana shu narsa meni ezyapti. Ha, mayli. El og'ziga elak tutib bo'lmaydi deb aytishadi-ku. Lekin bir yo'li bordir. Biz haqiqatni ularga ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Gap bilan emas, ish bilan. Qanday? Qanaqa qilib bo'lsin? Bir katta qilib osh beraylik. Butun mahallani chaqiraylik. Erkak va ayol, yosh va qari. 2 oila. Sizni oilangiz, bizni oila. Birlashib, bir dasturxonda bir oila bo'lib o'tiraylik. Biz yarashganimizni so'zi bilan emas, o'z ko'zlari bilan ko'rishsin. Shunda mana bu gaplar hammasi o'zi tinadi. Buni ustiga ikkalamiz bir xil ko'ylaklarni kiyib olamiz. Partiklarni ham bir xil qilib taqib olamiz. Lekin, o'sin, mahalladagilar chiqadimi? Chiqmasa majbur qilamiz. Taklifnoma berib chiqamiz. Qalay? Bilmasam. Oyi, Ha, bolam. men bilan o'ynang. Jonim qizim, hozir emas. Biroz bandman. Ertaga zarur ishim bor. O'shanga tayyorgarlik ko'rishim kerak. Xo'p. Buvim men bilan o'ynamadi. Dadam ham ish qilayotganlar ekan. Hozir jonim, ozgina ishim qoldi. Keyin o'ynaymiz, xo'p, birgalikda. Qizim. Ke bolam. Jonim bolam.
Hammamiz ishga ko'milib, seni ishdan chiqarib qo'ydik. Bu ishimiz noto'g'ri. Biz uchun eng muhimi bu sensan. Men bilan hech kim o'ynamadi. Kechir bolam, biz aybdormiz. Ish qochib ketmaydi. Birga o'yin o'ynaymizmi? Ha, Nima o'yin o'ynaymiz? qo'lamachoq. Qo'lamachoqmi? Qani endi qochsinchi? Hozir tutib olaman. Qani, kim qochadi? Qani. Hozir tutib olaman. Ha o'g'lim, Ha dada. bugun Torazing teskari ishlayaptimi? Xayoling joyida emas. Dada, hammasi joyida. Necha kundan beri kuzataman, uyda jimsan. Do'konda xayol surasan. Kechasi ko'rdim uxlamaganingni. Demak, hammasi joyida emas. Nima gap? Gapir. Dada. Bu masalani hammasini o'zim hal qilaman. Qo'rqmang, sizni tashvishga qo'ymayman. O'zingcha erkak bo'ldim. Yukni bitta o'zim ko'taraman deyapsanmi? Yo'q o'g'lim, yukni oilaviy ko'tariladi. Men seni majburlamayman. Tayyor bo'lganingdan keyin o'zing aytarsan. Lekin bitta narsani unutma o'g'lim. Yashirilgan dard kattalashadi. Oshkor qilingan dard kichrayadi. Tushundingmi? Tushundim dada. Bor. Xo'p. Ishingni qil. Ey Xudoyim, o'zing menga sabr ber. Meni zulmatdan qutqarding. Endi qalbimni g'azabdan asla. Matluba amajon, qattiq qo'llar, lekin yomonmaslar. Ularning ichida qanaqadir dard bor. Men buni sezib turibman. Ular kerakli bo'lishni istaydilar. Ular xo'rlaydilar. Chunki o'zlari bir umr xo'rlanganlar. Agar men g'azab bilan javob bersam, battar toshga aylanadi qalblari. Agar mehr bilan javob qaytaradigan bo'lsam, tosh ham suvda erishi mumkin. Tomchi sekin men suv bo'laman. Ular qancha qattiq bo'lsalar, men shunchalar yumshoq bo'laman. Ko'ramiz, oxiri kim yutar ekan? Qahrmi yoki mehr? Men mehriga ishonaman. U meni zulmatdan olib chiqdi. Va albatta qahrdan ham olib chiqadi. Odamlar o'ylaydi, sabr qilgan odam kuchsiz bo'ladi deb. Yo'q, aksi, sabrli inson aslida eng kuchli inson. Urushish oson, lekin jim turish juda ham qiyin. Yangi ish boshlash uchun qarz olgandim. Foiz yomon narsa ekan. Anchagina oshib ketdi. Hozir esa to'lolmayapman. Shu sababdan uygacha bostirib kelishyapti. Nega bizga aytmadingiz? Biz ota-onamiz axir. Endi dadasi bo'lar ish bo'pti. Endi dashnom berish kerak emas, qanaqadir yordam chorasini topishimiz kerak. To'g'ri aytasan, Sinem. Yiqilgan odamni tepish mardlik emas. Endi turg'izish mardlik bo'ladi. Oybek xato qildi. Lekin o'zgaryapti. Endi biz unga yelka tutamiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Voy.
Amma? Oy. Amma? Amma. 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 Amma ko'zni oching, ey. Amma, qo'rqitmang meni. Hozir. Hozir amma qo'rqitmang. Qo'rqitmang amma. Alo, manzil yozing. Ha, tez yordammi manzil yozing. Beshyog'och. 13-ko'cha. Ha, Beshyog'och. 13 xonadon. Ha. Xo'p. Amma. Nimaga uxlamayapsiz? 2 kundan beri bezovtasiz. Tinchlikmish qilib. Nodir aka? Nodir aka? Ha? G'alatsiz, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Xayolingiz qayerda? Bir narsani bilasizmi? Nimani? Avval men har narsadan shubhalanardim, rashk qilardim. Sizni rosa qiynardim. Hozir esa o'zgardim. Lekin shu o'zgarishim menga bir narsani o'rgatdi. Xo'sh, nimani? Ishonch ikki tomonlama bo'lar ekan. Siz ham menga ishoning, dardingizni ayting. Aytaman Zarina. Vaqti kelganda aytaman. O'zim senga aytaman keyin. Faqat menga ishonsang bo'ldi. Hozir birozgina sabr qilgin. Xo'pmi? Xo'p. Juda ham charchadim, uyqum kelyapti. Ovsin. Avval men yuragida kek to'la hasadgo'y qumr edim. Birovni baxtini ko'ra olmasdim. Endi o'sha qumri yo'q. Butun oilam menga yashashni qaytadan o'rgatdi. Ovsinjon, biz bir-birimizga o'rgatdik. Siz menga sabr qilishni, men sizga kechirishni o'rgatdim. Birgalashib bu sinovdan butun chiqdik. Bu hammamizga katta saboq, to'g'rimi? Biz nimani o'rgandik? Shoshmaslikni. Dalilsiz hech kimni ayblamaslikni. Kechirishni. Oilani, birlikni, hamma narsadan ustun qo'yishni. Biz mana shularni unutmasak, bu oila hech qachon buzilmaydi. To'g'ri aytasiz. Ilohim hech qachon buzilmasin. To'tinsa, Ovsin. Men bugun juda ham xursandman. Oldin men sizga kasulka berib ichiga og'u solgandim. Bugun esa Eslatmang. bir joyda o'tiribmiz. Yana opa-singil bo'lib o'tiribmiz. Hayot qanchalar ajoyib, Ovsin. Yomonlikdan yaxshilik, dushmanlikdan qarindoshchilik chiqdi. Qumrixon, chunki biz shu yo'lni tanladik. Siz tavbani, men kechirimni. Agar ikkalamiz ham eski yo'lda qolganimizda, bugun bir joyda o'tirmagan bo'lardik. Biz o'zimiz yaratdik bu baxtni kechirim bilan. Ha. Aslida eng go'zal manzara shu. Ikkita yurak yarashadi. Bir oila esa butun. Ovsin, endi tinch yashasak ham bo'laveradi. Chunki oilalarimiz baxtli. Ovsin, Ha, bu gaplarimiz juda bir boshqacha chiqyapti. Sizga ham sezildimi? sezildi dildan, qalbimdan. Juda ham bir ma'noli, ta'sirli. Ta'sirli. A? Qizim,
Sovuqda yurmang, shamollab qolasiz degandim-ku sizga, a? Yoki sovuq muzdek suv ichib qo'ygansiz, qizim? Endi-chi, qimirlamasdan yotishingiz kerak. Men sizni o'zim tuzataman, xo'pmi? Ojon, men bunaqa ko'p yotolmayman. Oy, Qizim uy ishlari sizga og'irlik qiladi, charchatib qo'yadi. unaqa demang, qizim. Kecha-yu kunduz hammamizga qarayverib, o'zingizni esdan chiqarib, mana endi kasal bo'lib qoldingiz. Endi navbat bizga. Kasal bo'lganda odam yotadi-da, bu ayb emas-ku. Siz atigi qilmayapsiz, bilib turibman jonim qizim. Xudo xolasa yaxshi bo'lib qolasiz. O'zim tuzataman sizni, xo'p? Rahmat ojon. Dunyodagi eng yaxshi dori mehr ekan ojon. Ha. Mehrdan yaxshi dori yo'q, qizim. Ha, ana issig'ingiz sal tushibdi. Yaxshimisiz? Yaxshiman ojon. Qorningiz ochmadimi? Ovqat beraymi? Yo'q ojon. Qizalog'im, endichi siz ko'zingizni yumib birpas uxlab dam oling, xo'pmi? Uxlasangiz ancha tiniqasiz, yaxshi bo'lib qolasiz. Xo'p, mayli, men shu yerdaman. Oyi desangiz chopqillab kelaman, xo'p? Xo'p bo'ladi. Xavotir olmang asalim, yaxshi bo'lib qolasiz. Xo'sh, kuyov. Bu ashqal-dashqallarni hammasini sotsangiz necha pul bo'ladi? Dastgohlarim shu 5-6 millionga boradi. Lekin o'ylab qoldim-da, bularni sotsam, ertaga nima bilan ishlayman? Qanday pul topaman, hayronman. Shu-da bolam. Qarz degan narsa shunaqa. Bugungi kunni saqlash uchun ertaga kunni sotadi. Shuning uchun ham undan yiroqroq yurish kerak. To'g'ri aytasiz. Lekin bilmaganimda, bilganimda-yu bunday qilmasdim. Endi esa quruq gap bilan o'tgan kunlarni orqaga qaytara olmayman. To'g'ri, to'g'ri. Ha. Mana buni ushlang. Bu sizga bizdan. Rahmat, lekin buni sizdan olishga xijolat bo'lyapman. Xijolat bo'lmang. Siz qarzingizni to'lang, xo'pmi? Qolgani bir gap bo'lar. Dadasi, shifokor nima dedi? Shu, vahima qilmanglar, qo'rqmanglar. Qon bosimi oshgan, yuragi holsizlangan. Yo charchoqdan, yo siqilishdan dedi. Shunga ozgina dam olsalar, o'ziga kelib qoladilar. Kimdir qarash kerak ekan. Siz xavotir olmang. Men yonlarida bo'laman. Kecha-yu kunduz qarayman. Bir soat ham yolg'iz qoldirmayman. Baraka top, Robi, baraka top. Shunaqa qilgin. Bo'ldi. Hammasi joyida. Ro'molchani solib qo'ydim. Endi xotini aniq sezadi. Barakalla. Endi kutamiz. Bu rashk zaharday narsa. Bir tomchisi yetadi. Butun oilani yemirib yakson qiladi. Voy, lekin uni ayoli homilador ekan. Uni gunohi. Ey, bo'ldi bas qilgin. Uni gunohini menga qoldir. Sen pulingni oldingmi? Jim yursang bo'ldi, tushundingmi? Yur, endi ketdik. Ha, Oybekboy. Qachongacha qochib yurmoqchi eding? Aka, qochib yurganim yo'q. Pulni harakatini qilyapman. Qanaqa harakat qilasan? Aytilgan muhlat tugadi. Qanaqa erkaksan o'zi? Senchi undan ko'ra xotiningni lozimini kiyib o'tir. O, maraz.
Meni asal qizim nima qilyapti? Zo'r-ku, rasm chizyaptimi? Ha. Kimlarni chizdingiz? Oilamizni. Bu kim? Buvam. Bu-chi? Dadam. Bu men. Bu asal qizim. Ha. O'xshabdi. Chiroyli chiqibdi. Hali mana bu yerlari qoldi. Hali yana chizaman. Barakalla. Bu yerga tog'lar, bu yerga bulutlar chizsak bo'ladi. Birga chizamizmi? Ha. Ko'k bilan chizamiz? Qizim, bu jonni sochlarini chizib turing. Men bulut chizaman, xo'p? Ana, qalay chiqdi. Chiroyli. Endi yashil bilan mana bu yerga o'tlar chizsak bo'ladi. Bog'da sayr qilib yurgandek-a? Mana bu yerga yerni haligi o'tlarni chizing. Gurla chizing, mana. Bo'pti. Keyin gaplashamiz. O'zim qo'ng'iroq qilaman. Tinchlikmi, Nodir aka? Kim bilan gaplashyapsiz? Kayfiyatingiz o'zgardi. Hech kim. Ish bo'yicha bir mijoz. To'xtang. Ha. Unda buni menga tushuntiring. Kiyimingizdan chiqdi. Ayol kishini dasturmoli, atir hidli. Kimniki bu, Nodir aka? Buni bilmayman, birinchi marta ko'rib turibman. Menga qara. Nima, menga ishonmayapsanmi? Men buni umuman ko'rganim yo'q deyapman senga. Kimniki ekanligini ham bilmayman. Iltimos, Zarina. Ke, shuni ustidan janjal qilmaylik. Bilmayman deyapman-ku. Nodir aka. Agar avvalgi Zarina bo'lganimda, hozir baqirardim, yig'lardim, uyni boshimga ko'tarib. Lekin men hozir o'zgardim. Shuning uchun savolimga javob bering. Menga rostini ayting. Menga qara, Zarina. Men bu ro'molchani qayerdan kelganligini bilmayman. Atirini hidini ham bilmayman. Menga qara. Menga ishonasanmi? Ishonaman. Lekin nimagadir menga nimadir noto'g'ri tuyulyapti. Kimdir bizni menimcha ataylab urushtirmoqchi. Keling, shuni birgalikda aniqlaymiz. Vaqtni ishimikin bu. O'zi nima qilmoqchi u? Ay. Tun bo'yi yonimda o'tirib chiqibdi. Men unga shuncha azob berdim. Onasidan ro'molini ham berib yubordim. Tinimsiz ish buyurdim. Bu esa meni boshimda uxlamay chiqibdi. Nega bunday qilyapti? Men bo'lganimda ham shunday qilarmidim? Yo'q, qila olmasdim. Amajon. Ay. Voy, uyg'ondingizmi?
Yaxshimisiz? Hech qayeringiz og'rimayaptimi? Ha, Hozir yaxshi bo'ldi uyg'onganingiz. Issiqqina sho'rva olib kelaman. Doringizni ichadigan vaqtingiz ham bo'lib qoldi. Robiya, to'xtang. Nega siz tuni bo'yi yonimda o'tirib chiqdingiz? Axir kirib damingizni olsangiz ham bo'lardi-ku. Men sizni shuncha vaqt qiynadim. Ammajon, siz kasalsiz. Kasalni boshda turish savob. Siz uyimizni kattasisiz. Sizga qarash esa meni burchim. Siz boshqasini o'ylamang. Faqat tezroq tuzalishni o'ylang. Robiya. Siz tuni bilan men yonimda mijja qoqmay o'tirib chiqdingiz. Agar men sizni o'rningizda bo'lganimda men buni eplay olarmidim? Bilmadim. Eplay olmagan bo'lardim. Robiya, sizga qayerdan shuncha kuch keladi? Kuchmas amma, sabr va mehr. Siz kasal bo'lganingizda o'tmishni eslab o'tirmadim. Oldimda og'riyotgan, yordamga muhtoj bir ona bor edi. Men faqat shuni ko'rdim. O'tgan ginalar kasal odamni boshda tura olmaydi. Men ularni eshik ortida qoldirdim. Eshik ortida? Qanday qilib qoldirdingiz, Robiya? Meni umrim esa butun umr gina yig'ish bilan o'tdi. Kim menga qattiq gapirsa, shuni esdan chiqara olmay yurdim. Siz esa bir hafta oldingi xo'rlikni ham eslab o'tirmaysiz. Demak, gina meni zaharlagan ekan. Sabr esa sizni poklagan, Robiya. Men buni endi tushunyapman. Ammajon, hammasi yaxshi bo'ladi. Siz bularni o'ylamang. Men hozir dorilaringizni olib kelaman. Keyin birgalashib ovqatlanib olamiz. Xo'p. Rahmat, Robiya. Rahmat. Zarinaxon, tinchlikmi? Nega xomush o'tiribsiz? Homilador ayol kulib yurishi kerak. Aksi holda bolasi ham xomush tug'iladi. Siz doim kuldirasiz. Lekin to'g'risini aytsam, bugun bir tashvishim bor-da. Xo'p, aytingchi, qanaqa tashvish? Balki yarmi ketib qolar. Aytmasangiz, hammasi o'zingizda qolib ketadi. Nodir akamni kiyimidan begona ayollarning atirini hidi kelyapti. Cho'ntaklardan bo'lsa, ayol kishining ro'molchasini topdim. Telefonlarga bo'lsa, notanish raqamdan qo'ng'iroqlar bo'lyapti bemahal. Oho. Bu jiddiy gap. Siz o'rningizda boshqa ayol bo'lganida, allaqachon janjal qilgan bo'lardi. Men so'radim. Nodir akam qasam ichdilar, tanimayman dedilar. Ko'zlaridan yolg'on sezmadim. To'g'risini aytsam, ularga ishondim. Qoyil. Siz rostdan ham o'zgaribsiz. Lekin jiddiy aytsam, ishonchingiz to'g'ri. Menimcha, bu ishda bir hiyla bor. Atir o'z-o'zidan kiyimga sepilmaydi. Ro'molcha esa o'z oyog'i bilan cho'ntakka kirmaydi. Kimdir qo'ygan bo'lishi aniq. To'g'risini aytsam, men ham shunaqa o'ylayapman. Lekin kim? Nima uchun? Nima uchun unday qilgan? Menga qara o'g'lim. Dabay dada. Anchadan beri seni kuzatyapman-da. Vaqt oldinga serqatnov bo'lib qoptimi? Ha? Keyin qarasam, bir-ikki marta pul ham berding. Tinchlikmi? Ko'ribsiz, dada. Ko'rdim. Men qassobman, bolam. Men go'sht kesmay turib, ichidagi suyagi qanaqaligini bilaman. Tushundingmi? Xo'sh. Endi bir boshdan gapirchi. Nima gap? Senga aytyapman, gapir. Xullas, dada. Bilasiz,
Tog'am qo'lida ishlab yurganimda Vohid aka bilan birga ish qilardim. O'g'irlik, firibgarlik, birovni burnini qonatib pulini olardik. O'shanda biz Vohid bilan birga ish qilardik. Meni qasdimni olish uchun tog'am unga bir ish buyurgan. Xo'sh. O'sha ishni ortidan u qamalib ketdi. Dada, men undan xabar olgani bormadim, yordam ham bermadim. To'g'rirog'i qo'rqdim. O'tmishdagi ish ochilib qolishdi. Endi u chiqib kelib, qamoqda seni deb yotdim. Sen mendan qarzsan deb har kuni pul so'rayapti. Bersam, keyin doim berishim kerak. Bermasam, hammasini aytaman deyapti. Menga qara o'g'lim. Uni qamalganiga sen aybdor emassan. U o'zining yo'lini o'zi tanladi. Lekin dada, u meni deb qamalganda. Menga qara, Vohid. Tog'ayning yugurdagi bo'lgan. Sen unga qarzdor emassan. U seni qo'rqitib pul olmoqchi.